Bozorga borganimizda bir narsa olayotib savdolashib olamiz. Xitoyda ham shunaqa savdolashib olsangiz bo'ladi. Shuni bilarmidingiz? Buni ko'pchilik biladi, bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Qani ketdik, sizlarga ham aytib o'taman. Agarda bitta tovarni ko'p olsangiz, masalan 5 ta, 6 ta, 7 ta ko'proq oladigan bo'lsangiz, продавецga olsangiz sizga skidka qilib beradi. Qani endi ketdik. Mana bu sportivkani men 9 ta olmoqchiman. Korзинаga solib qo'ygan edim. Endi buni biz продавецga yozamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu переводчикка kiramiz. Русско-китайский переводчик deb yozib oldim. Yozdim: "Привет, я покупаю 9 штук, сделайте, пожалуйста, скидку" deb yozdim. Bu yerdan kopировать qilib продавецga yozib yubordim. Endi javobini kutamiz. Продавец yozganda skrinshot qilib turib, переводчик bor, suratlardan ham перевод qilib beradigan. Shunga solib перевод qilib oldim. Skrinshotlar to'lib ketdi. Har bitta gapini перевод qilib, zato skidka bor. Xitoy opa bilan ham ancha gaplashib biz bir-birimizni tushunmasdan u aytibdi menga 58 har bittasini 58 yuandan beraman debdi. Men 58 ta olsang keyin skidka qilib beraman deyapti deb tushunmayapman, chunki переводчик shunaqa перевод qilib qo'yibdi. Oxiri bir-birimizni tushunib har bittasini 58 yuandan oldim. O'zi 60 yuan edi. Shunda общий 21 yuan skidka qilib bergan bo'lyapti. Korзинаga to'plab olayotganimda 537 yuan ko'rsatyapti. Unda ham skidka qilib beruvdi. O'ziga yozib ham skidka so'rasangiz bo'ladi. Agar korзинаga to'plab olganimizda 15 yuan, почти 16 yuan foyda qilgan bo'lamiz ekan. Продавецga yozganimizda mana общий 21 yuan skidka olgan bo'lyapmiz. 21 yuanimiz cho'ntagimizga qolsa yomonmi? Endi bu yerda zakaz keltirib bo'lganingizdan keyin 3 yuanli tovarlar hammasi 1 yuan bo'lib qoladi. Bu yerga kirib ham tovarni tanlab zakaz qilsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, klass qo'yishni unutmang. 3 oy ichida podpischiklarimni 10 mingtaga yetkazaman deganman. Qani yordamlashaveringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.